Bugun sizlar bilan bolalar uchun eng mazali va foydali baliqdan kotlet tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib qiltanoqsiz sudak balig'ini va nonni turbuchak shaklda kesib olamiz va go'sht maydalagichdan chiqarib olamiz. Keyin bo'lsa juda ham sifatli, yoshligimdagi mazani eslatadigan kakrashi sariyog'laridan foydalangan holda qirg'ichdan o'tkazilgan kartoshka, piyoz va sabzini qovurib olamiz. Qovurilgan sabzavotlar, baliq qiymasi, tuxum va ziravorlar ideal darajadagi mazani keltirib chiqaradi. Qiymani yaxshilab mushlab, bir xil massaga keltirib olamiz. Baliq kotletlarining ichiga maza jihatdan juda ham yoqqan kakrashi sariyog'larni solamiz va dumaloqlab chiqamiz. Baliq kotletlarini 1 soat xolodilnikda dam oldirtirib olib, shakl beramiz, unga belaymiz va yog'da qizartirib qovurib olamiz. Agar shu retsept asosida tayyorlasangiz, har doim baliq kotletlaringiz juda ham chiroyli, mazali va sersuv bo'lib chiqadi. To'g'ralgan piyoz va chesnoklarni skоворodkaga solamiz, ustidan baliqni terib chiqamiz, suv va kakrashi sariyog'larni solib 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, ideal darajadagi baliqli kotletlar ham tayyor bo'ldi. Ularni kartoshka pyuresi bilan birga tanovul qilsa, juda ham mazali bo'ladi. Siz ham albatta bu retsept asosida bolalaringizga tayyorlab bering yoki tayyorlab berish kerak bo'lgan eng yaqin insoningizga jo'natib qo'ying. Oddiy, lekin mazali.